119.900 dollarga 1.4 sotix hovli bo'lsa, bino 170 kvadrat bo'lsa, birinchi, ikkinchi qavat va podvol. Bu tayyor podключ. Yonimizda xuddi shu proyektda korobka holati turibdi. Uni necha pulga beraveramiz? Uni 87 ming dollarga beraveramiz. Okay. Remontni borib ko'rayotgan uylaringiz yoqmayaptimi? Lekin bu uyimizdan remont sizga yoqadi. Mabodo agar men o'zim bitirib olaman deydigan bo'lsangiz, ikki xil variant sizga. Bittasi korobka, bittasi tayyor podключ bitgan. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Sergeli Xonobod Beruniy mahallasida joylashgan. Metrogacha 500-600 metr shunday peshkom chiqqaningizda atrofimizda hamma narsalar joylashgan. Endi kiraverishdan boshlab ko'rsatib o'taman. Asosiy kiraverish bu yoqda darvozamiz. Eshik tagiga bitta katta mashina sig'adi. Kirdi, chap qo'lda mana bu yerda yozgi oshxona qilish uchun sharoitimizni qoldirib ketilgan. Mana bu yerda kichkina stul qo'yib qo'ysangiz bo'ladigan o'zini sharoitlari bor. Yashil maydonimizni qilingan. Binoyimizni ichkari tarafdan ko'rinishi baland bo'lib, katta xonadon bo'lib turibdi. Narxi zo'r-da, okay, hozirgi oldin mana shu 3-4 oy oldin bunaqa uylar kamida 160-170 ming deb turishuvdi. Mana shu Beruniy mahallasida. O'zingiz so'rab surishtirsangiz atrofdan bilasiz. Narxlar zo'r bo'lib qoldi. Dostupniy, ya'ni yashayotgan uyingizni sotib turibchi, xarid qilib olishingiz uchun bemalol mana variant tayyor turibdi-da, kelib ko'ring. Menga remontli, tayyor srochni ko'chib kirishim kerak deydigan bo'lsangiz, mana shu uyimizni men shoshmayapman, remontini o'zim oldinda hali kunlar isib ketyapti, yoz kelyapti, remontini bitira olaman desangiz, mana yonimizda korobka. Planirovkasi bir xil. Hozir men ichkarini bitta ko'rsataman. O'zingiz bitta ko'ring, qaysi birini olishni o'zingiz tanlaysiz. Boshqa supermarketlardan o'zini katta assortimenti bilan ajralib turadigan oilaviy supermarket Andalusga kelganmiz. Bugun Toshkent shahar bo'yicha o'zini 7 ta filiali bor. Men Instagram profilligisini atmetka qilib qoldiraman. Kiring, ko'ring, qaysi lokatsiya sizni yashayotgan joyingizga yaqinligini va o'zingiz kelib assortimenti ko'pligiga bitta ishonch hosil qilasiz. Aynan siz qidirgan mahsulotlar bizani supermarketimizda bor. Hammalarni Andalus do'konida kutib qolamiz. Planirovkasi aka yaxshi chiqqan, sizga yoqadi. Bitta ko'rib, hozir o'zingiz amin bo'lasiz. Xo'p, kiraverish eshik, kirib keldik. Domofonlar uchun sharoitlarimiz qilingan. Devorlarimizni atachentalarigacha qilib qo'yilgan. Qumli qilib juda chiroyli chiqdi. Bitta lustra, parda, mebel, vashi ideal xonadon bo'ladi. Ko'nglingizdagidek bo'ladi. Xo'p, kirdi, chap qo'limizdagi bizani birinchi xonamiz, bu oshxona qismimiz joylashgan. Mana oynani shunday ochib qo'ying. Oynalarni солнцезащитныйmi, yodiviy bo'lib turibdi. Ochib qo'ysangiz o'zi yop-yorug'da. Xullas, mana shu lustra yo'qligini o'zida uyli yop-yorug', chunki hamma yoqda oppo ranglar qilingan. Ko'zni charchatadigan ortiqcha hech narsa yo'q. Sizni dilingizni xira qiladigan ham hech narsa yo'q, okay? Mana shu remontga moslab turib bitta mebelni olib kelsangiz bo'ldi. Xo'p, ketdik keyingi xonaga. Bu bizani zal qismimiz. Zalimiz ham keng, katta, 12 kishilik stol bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Orqa hovlimizga bu yerda oyna eshiklarimizni qilingan, yorug'lik tushishini ko'ryapsiz. Katta mashqanda yo'q, plastik uzun lustra ilib qo'ysangiz, vidi yanada boshqacha bo'ladi. Ikkinchi qavatga bu yerda chiqurishimiz va keyingi xonamiz bo'lsa, birinchi qavatda yosh kattalar uchun mo'ljallangan, otaxon, onaxonlarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bu yerda, spalnamiz. Okay, birinchi qavatda yotoqxona bo'lishi shart. To'g'ri aytishingiz mumkin. Bizni uyda qariyalar yo'q. Nima keragi bor birinchi qavatda yotoqxona deydigan bo'lsangiz, ertaga o'zingiz ham yoshingiz katta bo'lganda, okay, ikkinchi qavatga chiqib tushishga qiynalib qolasiz. Shuning uchun o'zingizning kelajagingiz uchun ham bitta mana shunaqa xonani moslab qo'ying. Albatta bu xonamizning shunday yonida bo'lsa, katta mana shunaqa sanuzelimiz joylashgan. O'zini vannasi, prachka uchun joylarigacha moslab qoldirib ketilgan. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatimizning yo'lagiga alohida e'tibor bersangiz, juda chiroyli oynali burchi qilingan. Ikkinchi qavatimizda kichkinagina xo'l qilib qo'yibdilar, akam. Kerak bo'ldi xo'lam bitta divancha qo'yilsa, shu yerga divanda o'tiriladigan joy bo'ladi. Yoki garderobni qilib olsangiz ham bo'ladi. To'sib masjidga bitta chiroyli shkaf qilib qo'ysangiz, qishki yozgi kiyimlarni qo'yib qo'yishgan. No, podvolimiz ham bor-ku, podvolimizga ham bemalol qo'yib qo'yasiz. Xo'p, chiqdi, shundoq ikkinchi qavatda o'ng qo'limizdagi birinchi xonamiz bu
yosh kattalar uchun, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz ikkinchi qavatda. Men balkondan ham videoni bitta ko'rsatib o'tay. Hovlimizning ko'rinishi ikkinchi qavatimizdan. Keyin men bu yonimizdagi birinchi sotilgan uydagilar yonimizda mana shu spanlamizdan yonida bitta xona bor edi. Shu yerda detskiy qilib qo'yishibdi. Xohlasangiz siz ham oilaviy sharoitdan albatta kelib chiqqan holda bu yerda ham detskiy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu eshikni shunday to'sasizda, holga qarab mana shundan bitta shunday eshik ochib yuborasiz. Shunda bu yoq ham bitta xona bo'ladi yoki o'zingizga kabinetmi shunaqa xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Shart emas, ikkinchi qavatda 3 ta xona yetadi desangiz, garderobniy bo'lib qolursin bu xonamiz. İkinci qavatimizdagi ikkinchi xonamiz. To'g'ri, jallyuz to'sib qo'yilgan orqa hovlimiz tarafdan, lekin yorug'lik tushib turibdi. Bu yerda svet yoqilmagan bu xonamizda. İkinci qavatimіздagi bo'lsa, bu uchinchi xonamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa jallyuz to'sib qo'yilgan bo'lsa ham yorug'lik ko'ryapsiz. Xullas, yop-yorug' bo'lib turibdi xonalarimiz. İkinci qavatimiz uchun bo'lsa, albatta bu yerda общий sanuzyul qismimiz joylashgan. Xo'p, narxlari juda yaxshi. Keling, ko'ring. Kvartirada ham misol uchun yashayapsiz, 3 xona, 4 xona. Sotsangiz 100 mingga ketadimi? Yostig'i tagidagi pulni olib chiqing-da, aka. Keling, baraka qiling. Joyi egalarini, primoy nomerlari videoning описаниясida. Videoga podpisatsiya qilib, bizning kanalga podpisatsiya qilib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Yangi zo'r shunaqa uylarni biz qo'yishda davom etamiz. Может, sizni ko'ngingizga yoqadigan qanaqadir uy chiqib qolsa, o'tib ketib qolmasin-da. Shuning uchun podpisatsiya qilib qo'ying. YouTube'da bilasiz, уведомление bo'ladi. Qo'ng'iroqcha, o'sha qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmang. O'tayotgan kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.